Qirg'iz kinosi jana seriali jönde aytib berim. Qirg'iz kinosi bolsa, men sizlarga qirg'iz kinosunda biroq negizi serialdari 45 minut maksimum 1 soatlik ele serialdan bo'ldi. Bunday aytganda maksimum 1 soat. Ana negizi ko'pdil ashpayt bo'lish kerak. Men negizi qirg'iz seriallarida ko'rganda 1 soatda bitib qoldi seriali. 1 soat 40 minut, yarım soatda bitib qoldi. Kinosi olsa 1,5 saat, maksimum 1,5 saat, 1 saat 40 minut oleda andan aşpay. Men negizi adet yemelerdi gördüm, kinosunu gördüm. Türk kinosunda qanday ekan? Türk kinosunun seriali har bir serial 2,5 saatdan keyin. 2 saat, 2,5 saatdan elestetsizlar, ayyavay uzun ekan. Anam bulardan seriali degan bizga o'xshab bunday o'yma ketgan. 12 serialni tartib bilan 310 qilib, 410 qilib tartib qo'yib bitganda bularniki degan 100 ko'chayin baratgan, 100 seriyasini yozibsa 2,5 soatda qancha chiqib ketgan. Ana men barcha seriallarni ko'rdimda, bir ele kinoni misol uchun, bir kinoni misol uchun tigi Türk kinoni 2,5 soatda bunday jashnaqay aram butirosini açın aytayın, aran ile butirosini tigi emedan qaraganda. Misol uchun janaqa emelerdan qarag'lachi, kinoni qarasana, Gönçesi tigi neydi Türklerде neydi dramalardı, neydi qanday süy nerselerdi köp qo'zg'ab qo'shib tashlashadi. Biroq bularning nemesi logikalari taqdir boshqa ekan. Bizniki bo'lsa jashnaqayli, biroq qisqada, tiyilerdiki uzunroq. Biroq tiyilerdikini ayavay bunday ashiq bo'lib qolgandan biroq ayla yo'q. Alarning serialini suyib ko'rib. Sizlarga doказательство etib beraman, hozir har bir serial qancha soatdan bo'ldi ekan. Tak, men sizlarga bir narsa ko'rsataman. Hozir biz Turetskiy serialdan minutasini ko'ramiz. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Birinchisi, mana bularniki 2,5 soatdan turadi. Mana 2,5 soatdan. Mana doказательство. Mana ko'rinadi 2 saat 20 minutdan arganda. Endi yalı chapqin ko'tarib chiqanam. İzdeyiz. Yalı chapqinni izdeyiz. Yalı chapqin mana doказательство berib tam sizlarga 2 saat 25 minutdan keyin 2 saat 21 minut, 2 saat 10 minut, 2 saat 2,5 saat rondan keyin arganda ekan. Endi qirg'iz serialini ko'ramiz. Taygan deb ko'ramiz misol uchun. Taygan misol uchun mo'nlarni ko'ramiz. 33 minut, 40 minut, 40 minut, 42 minut, 40 minut, 52 minut, 35 minut arganda ekan. Endi efir degan serialni ko'ramiz. Efir degan birinchi serialni ko'ramiz. Birinchi seriyasi tak. Bunday ekan. 18 minut, 22 minut, 24 minut, 23 minut bunday aytganda ayavayli qisqa ekanda. Men sizlarga doказательство berdim. Endi qanday kommentariy qatib asla sizlarga aytib ko'raman.